Menimcha har bitta erkak kishining yomon ko'radigan so'zi mana shu. Radar. Sizlarni bilmadim-u, meni eng yomon ko'radigan so'zim shu. Chunki har oy ikkita bor-da menda. Xullas, Radar brendidan Xitoyliklar mana shunaqa pikap ishlab chiqarishgan elektromobil. Bu Radar degan brend yangimi, eskimi, qachon tashkil topgan, nima ishlab chiqaradi, u to'g'risida ma'lumotim yo'q. Hozir ko'zim tushib qoldi. Shuning uchun menga qiziq bo'lgani uchun oldim. Menga nimasi qiziq? Men pikap, ya'ni yo'l tanlamaslarga, pikaplarga qiziqaman. Elektromobilga qiziqmayman. Atrofini aylandim, tegi qismiga qaradim. Qarasam, McPherson podveskasi joylashtirilgan bu yerda. Ya'ni ходовой sistemasi McPhersonniki. Amortizatorlar qiyshiq va prujinalari ham qiyshiq ko'rsangiz bu yerda. Boshqacha ishlangan, ya'ni pikaplar uchun noodatiy stilda ishlangan. Meni fikrim bo'yicha juda yumshoq bo'lsa kerak bu mashina. Generator orqasida bor, demak oldida ham bo'lsa kerak. Polnopриводный pikap. Batareykasi tegida ekan. Elektromobillarga ishqiboz bo'lmaganim uchun e'tibor bermasdim. Hozir pikap bo'lgani uchun, to'g'risi, qaysidir ma'noda atrofini aylanib qolishga majbur bo'ldim. Oldidan Range Roverga o'xshar ekan. Yaxshi, dizayni ham juda chiroyli. Xullas, elektromobil pikap yo'l tanlamas, hech qanaqa gibrid emas. Menga yoqdi, tashqi ko'rinishi ham, mana bu podveska sistemasi ham. Chunki pikaplar odatda resor ishlatadi, juda ham jo'ski. Endi elektrda qancha yuradi, chidamliligi qanaqa, necha kilometr masofa bosib o'tadi. Asosiy pikaplar benzindan o'zi muammo bo'lardi ularda. Elektrda qanaqa bo'lar ekan? 500-600 kilometr, 1000 kilometr cho'llik ichiga kirib ketadi. Zaryadka sistemasi qanaqa bo'ladi bunda? Yonida yana bitta mashina yoki power bank olib yuradimi, u to'g'risida ma'lumotim yo'q. Xullas, mana shu Radar brendini bilsangiz, albatta kommentariyada yozib qoldiring. Salomat bo'ling do'stlar.